Uyiga borib bir otamni ziyorat qilaman, onamni ziyorat qilaman desa, ba'zi oilalarda bu voqea bir tragediya. Er jahl qiladi, qaynona jahl qiladi. Nimaga deydi? Qiziq ekan-a? O'zi farzandi bilan o'tiribdi. Doim dasturxon atrofida. Endi u qiz ham ota-onasini sog'inadi-da. U ham bir ota-onamning duosini olay deydi-da. Nima uchun jahl qilamiz, men tushunmayman shuni. Yaqinda bording-ku deydi. Yaqiniga ham bir oy bo'lgan bo'ladi. Nimaga buni muammo bilan hal qilamiz? Chiroyli qilib, sog'ingan bo'lsang bor. O'zi aslida ota-onasini ziyoratidan to'xtatishga hech kimda haqqi yo'q, erda ham haqqi yo'q. Buni bilib olish kerak. Lekin afsuski, hamma narsa faqat erkaklar uchun bo'lish kerak. Unda mehr bor. U ham otasini, onasini sog'inadi. Siz bilan biz sog'ingani kabi. Buni muammo qilmasdan, azizlar, bir kelinlarimizga ham mazluma holatiga tushirib qo'ymasdan, vaqti-vaqtida ota-onasini ziyoratiga, duosiga imkoniyat berish kerak. Balkim so'rash kerak.